Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun 18-iyul hafta kuniga shanba, bozorimizni boshlashdan oldin Xudo xolasa video obzorimizni boshladik. Qaysi narsa yoqsa telefon qilaverasizlar. Telefon raqamlarini oxirida qoldiramiz. Qo'llab-quvvatlayotganlaringiz uchun katta rahmat. Kimga qanaqa arzon mebellar kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha arzon qilib qo'yamiz. Kirishimizdan shunaqa MDFdan bo'lgan spanlimiz kutib oladi bizni. Hop, razmerlari 1.70 ga uzuni 2.10 bo'ladi matrasning razmeri. Holatlari zo'r holatda turibdi. Uyma naqshlari bor. Yonlarning qalinligiga e'tibor beramiz. Narxi ham yaxshi. Hop, 1.300.000 so'm qo'ygandik buni. Endi narxini 1.200.000 qilib 100.000 skidga qilamiz. Aloqaga chiqaverasizlar 1.200.000 so'mga. Hop, shunaqa chiroyli katta kupe shkafimiz kutib oladi. Hop, 4 eshikli. Yaxshi holatda turibdi. Ichki holatlar oppoqqina. Bu akrildan bo'lgan, hattoki yonlarigacha akril. Bu vishilka, qo'shimcha polka. O'rta qator, polka qator bo'ladi. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta polkasi bor. Bu chekka qatori ham vishilka. Qo'shimcha polka, vishilka, pastda qo'shimcha joy. Yonida ham dekoratsiya qilib gul-pul qo'ysalar ham bo'ladi. Hop, shularigacha akril ekan hattoki. Zo'r holatda bo'lib turibdi. O'rtadagi oynasi ham o'ziga yarashgan. Hop, narxi ham qiziq. 1.800.000 so'm. Aloqaga chiqaversa, bo'yi ham balandgina. Hop, Italiyada ishlab chiqarilgan shifonerimiz. Uyimi bo'yi pastroq, menga baland kerak emas degan kuzatuvchilarimiz uchun. Hop, ichlarni ochib ko'rsatamiz. Italiyada, haqiqiy Italiyada ishlab chiqarilgan bu. Ichki holatlari oppoq bo'lib turibdi, vishilka qatori. O'rta qatori, polka qatori, 3 ta polkasi bor. Oshxona yaxshi holatda turibdi. Hattoki oshxona uchun zavodskiy o'zini bo'lib turibdi. Oshxonaning ichida ham Made in Italia degan yozuv bor. Bu tomoni vishilka qatori. 2 ta vishilka, o'rta polka ekan. Hop. Kalitlari ishlaydi. Faqat bir dona kaliti bor. 3 eshikka ham tushaveradi. 6 eshikli. Hop, bunimizning narxi 1.5 million so'm. Yoqqan bo'lsa bitta like bosib, kommentariyada o'z fikringizni qoldirib ketsangiz xursand bo'lamiz. Hop, menga kuxunni kerak, faqat tepasi kerak emas degan kuzatuvchilarimiz uchun. Adashmasam 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 eshik. Где-то 4 metr atrofida. 4 metr chiqmasa ham 3 metrdan oshiq chiqadi, 3,5 metr atrofida chiqadi. Hop, akril, eng qizig'i chetlari ham metallический. Hali suv o'tkazmaydi. Hop, shilinmaydi, hali dazmolda yopishgandan bas. Tepasi rossiyskiy tekstolet. Bu moyka uchun joy, moykasi yo'q ekan. Hop, bunimizning narxi 1.5 million so'm. Aloqaga chiqarsa, eshiklar ham akril. Yaxshi holatda bo'lib turibdi. Oyoqlari ham temir. 1.5 million so'mga aloqaga chiqarasizlar. Aloqaga chiqaverasizlar. Telefon raqamlarini videoda oxirida qoldiramiz. Hop, divan kreslamiz zo'r holatda bo'lib turibdi. Buni kreslasi ham yotadi, divani ham. Yotishlarini ham ko'rsatamiz. Yotish holati, keyin yarim оборотda ham turadi bu. Hadi, televizor ko'rib nima qilish uchun, dam olish uchun yarim оборотda turadi. Divani ham xuddi shunaqa bo'lib yotadi. Hop, high-tech uylarga bemalol tushadi. Xohlagan remontingizga mos kelaveradi bu. Hop, narxini 1.800.000 qo'ygandik bundan oldingi obzorlarimizda. O'zini u narx qo'yish yo'q. 1.700.000 so'mga aloqaga chiqaverasizlar. Arziydimi yo'qmi, kommentariyada ham shuni ham yozib ketinglar. Hop, spalni bir kishilik chiroyli qilib kombinatsiya qilib qoplab berilgan. Aylar sonda kerak narsalar tayyor ketaveradi.
Hop, matraslar полный пружина. Zo'r holatda bo'lib turibdi. Hop, buning narxi atiga 500 ming so'm. 500 mingga aloqaga chiqaverasizlar. 500 ming tay sondiqli spanli desangiz, bitta tushunamiz, xudo xolasa. Hop. Hop, spanli garniturimiz bu sovet paytida ishlab chiqarilgan, Rigada chiqqan. Hop, ikkita tunuchkasi, spanlisini hattoki matraslari ham zavodskiy zo'r holatda bo'lib turibdi. Material qoplanmagan, zo'r holatda. Bu trimosi, oynasi zo'r holatda bo'lib turibdi. Uning orqasida birkalargacha bor. Ko'rib olish uchun. Bu devorga ilinadi. Tunuchkalari ham ichlari zo'r holatda turibdi. Hurmatli kuzatuvchilar, buni narxini ham siz o'ylamagan narxda qo'yamiz. Narxi yoqqan bo'lsa bitta laykni bosib qo'ying, bilib olamiz shunda. Layklar sonidan yoqdimi, yoqmadimi deb. Hop. Bu shkafi bo'ladi. 2 eshik, 4 eshiklik. Uyga olib kirib, olib chiqish ham o'ta qulay. Tunali razbor qilib kirmaydi, butun kiraveradi. Hop, bu tomoni vishilka. Bu tomoni polka. Xohlasangiz polkalarni olib tashlasangiz, vishilka ham bo'ladi. Kemetga ro'mol, nimalar ilsiz bo'ladi, yo naskiga ro'mol ilsa bo'ladi. Hop, 4 tadan polkalari bor. Tepadagi bilan 5 ta qo'shimcha polka. Olasiz, vishilka qilib ishlatsangizdan ham bo'ladi, polkalarni olib qo'yasiz. O'zingiz xohishingiz. Beti ham bitta xona, ikkita tortmasi bor. Tortmalari ham zo'r holatda turibdi, ochilib yopilishlari. Riga, sifati zo'r lekin. Bu tomoni bo'lsa katta vishilka bo'ladi. Ha, vishilkasi ham tushib ketibdi. Qo'shimcha polka, vishilkasi ham tushib ketib qolibdi. Hurmatli kuzatuvchilar. Keyin to'g'irlab qo'yamiz. Kiles qo'yib yuborib, tiklaylab qo'yamiz. Bu tomon tortmasi va qo'shimcha xonasi bor. Narxi ham qiziq. Narxi trimosi, kravati, shkafi, komplekt, spalniya ham отдельный bo'ladi. Jup qo'ysiz, bitta pokriva solasiz, to'shak bilan 2 kishilik spalniya bo'ladi. Hop, tagida buni qo'shimcha xonasi ham bor. Hop, panelini ko'tarsangiz, tagida ish kiyimlar qo'yib qo'yadigan joyi bor. Hop, bunimizning narxi 2.800.000 so'm. Aloqaga chiqib olasizlar. Video oxirida telefon raqamlarimizni qoldiramiz. 2 eshikli kupeyimiz, shkafimiz ixcham kompaktniy bo'lib turibdi. Bu tomoni vishilka, qo'shimcha polka. Bu ochilmayapti. Eshik tushmay qolibdi. Hop, bu tomoni polka qatori. 4 tadan polkalari bor, yaxshi holatda bo'lib, ichish holatlari ham yaxshi. Hop, razmeri adashmasam 1.80 lar chiqadi. Bunaqasiga balandligi 2.10-2.20 chiqadi. Aloqaga chiqib olasizlar. Bunimizning narxi 1.200.000 so'm. 2 eshigida ham oynasi bor. Obzor qilmagan narsamiz o'sha 3 dona spalniy qopti. 3 dona spalniy qopti. Shuni obzor qilib o'tib ketamiz. Hop, 1 kishilik spalniyimiz 85 ga uzunligi yaxshi holatda bo'lib turibdi. Matraslari ortoped. Buni ham narxi arzon. 400 ming so'mga aloqaga chiqaverasizlar. Hop, 2 kishilik spalniyimiz отдельный. Razmerlari 86 ga 2 metr bo'ladi. Hop, buni bitta aybi bor, aytib ko'rsatib o'tib ketaman. Ozgina bunisi kaltaroq, где-то 1 2 cm, 3 cm kaltaroq. Bilmayman, shunaqa keldi bizga ham. Hop, matraslari yaxshi ortoped matrasdan. Hop, narxi ikkitasi 1.400.000 so'm, ya'ni 700.000 so'mdan. Eng qizig'i chetlari PVH zo'r bo'lib turibdi. PVH kromkani ham eng qalini. 1.400.000 so'm. Ikkitasi 700 mingdan tushadi. Aloqaga chiqaverasizlar. Telefon raqamlarimizni aytib o'tadigan bo'lsa, 91lik
681 94 19 qaytaraman 91lik 681 94 19 aloqaga chiqib olasizlar. Aloqada o'zim bo'laman. Ismim Ulug'bek. E'tiborlaringiz uchun rahmat.